Hammaga assalom do'stlar. Uzrman, juda ko'p yo'qolib ketdim. Chunki men 3-zonaga o'tishga shuncha harakat qildim. 3-zonaga o'tsam video olishni boshlayman dedim. 3-worlddan ham oshib ketdi levelim. Endi ko'proq video chiqarishga kanikul kam qoldi, chunki shuning uchun ko'p bala video chiqarishga aniq va'da beraman. Ketdi. Boshim og'ridi shunchaki, shuning uchun video chiqara olmadim. Ham mana shu 4-worldga o'tishim kerak edi. Admiya bu dahshat. Kiringlar, bittasi nimadir deb yozganda. Bitta video olibdi bitta kishi, meni gapimni eshitib, admiya buga kirdim dedi. 120 level edim, ron 2-zona. Keyin atigi 150 level bo'ldim deyapti. Bu bo'qmi? 150. Men masalan 200 level ko'taraman. Sonili 200 level. Ya da anime abusega tayyorlanaman, qaranglar, chunki kubugida qaranglar. Kubugidan 22 ta sekret maska olsa bo'lar. O'zi o'tish yo'lini ko'rsataman sizlarga. Tezligi endi o'tgan bo'lsalar, mana qanday qiladi. Qaranglar. Ana shunday militer uchun hamma qiladi. Keyin mana bu qo'tasizlar. Ya, qotib qoldi telefonim. Hozir ko'rsataman. Qaranglar, mana baqa bossalar o'lib qolishlar aniq. Samuray blok o'rgatgan, lekin men mana unday qilib boringlar. Aniq. Leveli kamlarga maslahat. Meni ham levelim kam. Endi 1-zonaga ekanman, hozirgi zonaga. Mana baqdan hayotimga o'tolmayman, shuncha admiya busga kiringlar. Admiya busga faqatgina 3-zona men bo'laman. Yo, unayni. Jamila. 1 2 Garamolabdi. Yo, sakramadi-ku. Sakramadi, ko'rdinglarmi? Bo'lmasam o'ldirib qo'yadim. Ye. 4x yaxshi ham qo'shibdi, bo'lmasam men ko'tarilmaychidi. Sovrin ham yaxshi ham qo'shibdi lekin. Ye, secret loki. Qandaysizlar? Bu turibdi. Chichina o'yinni yaratgan bitta inson mana ular. Mana shaqqa. Yuragim. Yuragim qisildi. Yonnayni. Chiqitadim. Admin abusi kirsalar 10,000x spet qo'shib beradi. Hozir yana 10x sovrin qo'shib beradi. Eng ko'p balasi 10x. Toptalar. Men yaratsam 40x admiya bo'lishga 1 oyga 1 marta kiraman deyapti. Unikiga avval kirmayman. Menga kiringlar, atigi bir kun kiraman-ku. Qachondir
Kirib qolsam, to 16gacha davom etadi. Yo'q, 18gacha davom etadi. Admin abuse mani agar yaratishni bilsam, hali ingliz darligiga ketaman-ku. Pulni shiqir sanayman, bir bali o'yina olaman. Aniq bir bal. Uchimizga kerak. Bля. Bitta sherigim bor. O'zicha ishonuvdi. Keyin admin abusega kirolmadi. Keyin u ham ikkinchi zonaga edi. Puqam deb qochib ketdim otga qaratib. Zo'r qilinma. Mani har joyim tashlab ketgan ular. Akulama matata shasha. Keyin Usirgayim. Ismi Usirgayim. O'sha tashlab ketgan mani. Men o'z zonaga o'tolmayman desam ham puqam deb o'tgan. Do'stlar, endi men ularga qaratib ishonaman. Do'stlar, men bilan o'ynashmanglar. Yigit tomatim bilan o'ynashmanglar deydi-ku. O'shanaqaman. Harom. Atigi birinchi zonada o'taman, ko'ryapsizlar. Ikkinchi zona. Sakramadik buni. Qachon o'yinni sal yaxshiroqqa. Mana xuddi bir skeyborga o'xshatib qilaman. Ketto dalbayoq. Do'stlarni yutamiz. Yutmasam o'lib ketay. Mana pokka ko'cha ekan. Bittaga qarab turinglar, bittaga. Kudelam? Iksan bir ekan. Ketto. Ya qanaqasi o'lib qoldi? Dude, what is that? O'ldiraman. O'taman. Kengisa. Agar mana Roblox'im bo'lsa, nimadan tarqatadim? Tasavvur qilib ko'raylar. Ko'pala Roblox'im bo'lsa. Albatta mana undan tarqatadim. Oxirgisidan kimlardir ismini yozadim. Lekin Roblox'li bittanasi tarqatib bo'larkan. Shuni olaman-da, men easy kuchayib ketadim. Boshqalar easy kuchayishdi, men dastimda. Mana unga hammasiga pul yutamishdir biroz. Mana ilima degan qaraydi. Kimlardir ismini yozishim kerak. Kimlardir ismini yozamiz. To'toqcha. Mana. Kudelam, lekin so'rani metabinga. Atigi ilima. Mavasha tatak. 24 be. Nima duvatta? Menga video nima bo'lsin? O'zbek xaven bo'lsinmi? O'zbeklar bilan gaplashamiz.
o'zbek xaven bo'lsinmi yo birisiga keyboard? Kommentga yozib qoldiringlar. Ana shu ko'pala bo'lsin bitta, keyin bol. Tripod qilish yo'qda o'zim biladim bo'lmasam. Qotib qolaveradi. Katak. Bitta videoni ko'rishga tavsiya beraman. Nima aytayim? Omonxon 6-qism. Darknet. Men kanalimga 2 oy video chiqmabdi. 1 yil video chiqmabdi. Onlayn. 2025-yil borki, 2026-yilgacha chiqqan yo'q ekan. Chunki hech nima topaman. Peter Roblox'ni bilmaychidim. Roblox o'ynamachidim. Bo'lmasam hammaga xayr. Sog' bo'linglar, samolyot bo'linglar dedim. Kimga o'zbek xaven yoqadi yo murdarar bo'lsa Sheriff yoki o'zbek xaven yoki birisiga keyboard ana shu o'yin. Birisiga keyboard. Qaysini chiqaray? Davay kommentga yozinglar.